Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yangicha benzinli tank modelli skuterlarimiz chiqqan. 150 kubali pultlari bor. Pultdan zavat qilib ko'rsatib beramiz hozir. Zavat bo'ldi. LED faralari jihozlangan. Dronlari 12 diametrda chiqqan. Rezinkalar bo'lgan narsani solib yopib qo'yasizlar. Vitri oynalari, pultlari mana. Start stop, oldi tormozi ham, arqa tormozi jitkisli bo'ladi. Telefon postavkalari bo'ladi. Tormozdan ko'rishda ham jitkisli bo'ladi. LED faralarda, yonlarida qo'shimcha chamadonlari ham bor, karmanlari. Narsalar solaverasizlar bemalol. Arkasida ham yana kaska, o'ng qilib olgan stvosh va ключи ham bor. Motori 150 kubali bularda. Yonida ham bir xil, bu bundan arzonrog'i, farqi endi yonida qo'shimcha karmani yo'qligida. Tablolarni ham qo'yasizlar mana. Tablolar, telefon postavkalari, magnitofonlari. Bunda ham bir xil tabloma hamma joylari. Hamma joyi bir xil bo'ladi. Shu yonida prosta yo'ni karmani yo'qligi arzonroq chiqadi. Sraz narxiga kelib aytib o'tsam, buning narxi $980, keysi borini buning narxi $930. Motor kubasi 150 kubali bir xil. Yuziga rasxodi 3,5 litr atrofida bo'ladi. Maksimal tezligi 80-90 ga chiqadi. Karburatorli bu. Baki 6,5-7 litr oladi. Telefonda zaryad qo'ysalar ham, USB'lari ham bor. Gaz bosib ovozni eshitib ko'rasiz. Shu aytgan narxlarimga vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Yana bir marta aytib, 980 keysi bori, keysi yo'g'i 930. Shot spravka qilib nomlarga o'tkazib beriladi birovlar. Uylarga shu vodiyga bo'ylab olib bortirib beriladi. Bemalol yana tushunmagan joylaringga telefon qilib ma'lumotdan olsalar ham bo'laveradi. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar.